Do'stlar, assalomu alaykum. Mana 15 kun oldi. Mana podvalga anor uzib qo'yilgan edi. Mana bunaqa salafanlarga qo'yilgan. Lekin bu hammasi fake ekan, chunki qo'yilganiga 15 kun bo'lmay o'zi mana plesin devorgan. Ko'pana bosib ketgan. Hammasi. Korotchi internetdagi hamma narsa ham rost bo'lib chiqavermas ekan. Bu avaylab asrab bitta qo'lda kulib buni bitta solib chiqilgan. Birortasi qurti, ichida qurti boshqa balo-battarlari yo'q edi. Toza onorlardi. Bu ichida havo aylanmasdan mana bu plesin ketgan. Hammasi mana. Hozir ana nimalar bor. Umuman salafanni bunaqa qilib bunaqa meva, endi limonni bilmayman, lekin bunaqa anor saqlash mana umuman mumkin emas ekan. Bo'lmas ekan, bo'lmaydigan narsa ekan mana. Mana uchlardan mana toza anor, mana hech narsa bo'lmagan. Mana uch tarafi mana koronnalar. Plyus hammasi mana qaysini yo'qsak hamma. Mana. Umuman qo'yilganiga 15 kun bo'ldi. Почти shu yerda 90%, 95% desa ham bo'ladi. Mana bu yerda ham bor, mana do'stlar. Bu anorlar ham hammasi nima bo'lib ketdi-yu, men saqlashni bilmadim. Короче, internetdagi hamma narsaga ishonmayman. Bu narsani